Men o'qigan eng go'zal misralar. Ortiqcha muloyimlik zaiflikdir. Ortiqcha kulgi yengiltaklikdir. Ortiqcha rohatlanish tanballikdir. Mol dunyoni ortiqcha sarflash isrofdir. Ortiqcha ehtiyotkorlik vasvasadir. Eng qiyin so'z komillikdir. Eng go'zal so'z assalomdir. O'ch va qasosning afzali kechirishdir. Eng ulkan xazina fazilatdir. Eng qattiq azob vijdon azobidir. Eng go'zal sevgi xotinning sevgisidir. Doimiy muhabbat onaga muhabbatdir. Bugungi kuningdan ibrat ol, o'tgan kuningdan tajriba ol. Alloh sizga shunday qadar yozsinki, dunyo va oxiratda sevintirsin.